akademiyasida Hilola Yaqubova qo'llarida 7 yildan beri uchtepa filialida ishlab kelyapti. Bu vaqt jarayonida juda ham ko'p bilim va tajribalar orttirdim. Hozirda esa bu bolajonimizga logopedik massaj qilamiz. Hattoki DTP patsientlarning har xil turlari bilan ishlab kelaman. Ko'plab bolajonlarni oyoqqa turishida sababchi mutaxassis qilib qo'ygan Allohga shukr etaman. Bolajonlarni bemalol ishonch bilan olib kelsanglar bo'ladi. Hammalarni uchtepa filialimizda kutib qolamiz. Qizimni Sambiga ortopedga olib borganimda ortoped oyog'iga shina taqadi, bitta oyog'i uzun, bittasi kalta deb diagnoz qo'yib bergan. Keyin qayerga borman deb shu qilayotgan avtolarga olib kelib, qizimni bir yoqma tarafini to'pig'i chiqqan holat edi. Birinchi kursini o'zlari qilib bergan edilar, ikkinchi kursda sanobarpamlar bilan natija ko'rsatib bera olishdi. O'g'limda ham shuraga yana qaytib keldik. Bunda ham bitta kursda natija oldik. Hozir nevropatolog logonevroz degan diagnoz qo'yib bergan edi. Nutqida dudoqlanishi ko'paygan edi. Massaj jarayonida 3 kun ichida natija bera olishdi. Men Hilola opamlar bilan sanobarpamlarga kattakon rahmat deb qolaman. Alloh ulardan